tengizga uylaning. Uyingizda bir avtomat kir mashina yo'qmi? O'shanaqa qizga oling. Nimaga desa, uyingizga o jomga kelib undan qilmaydi. Chunki avtomatda kir yuvgan qiz sizning uyingizga kelib o jomda kir yuvmaydi. Shuning uchun dedilar, qizi bor odamdirdilar. Vaqti soati yetganda shunaqa joyga tushib qolish xavfi bo'ladigan bo'lsa, ataylab avtomat kir mashinani ishlamayapti deb turib, qo'lda ham kir yuvdirib tursin. Kunda shakar yeydigan bo'lsa, bir 2 kun, 3 kun shakar ham olib kelmay tursin debdilar. Har kuni cho'katella yeydigan bo'lsa, birar hafta cho'katella ham nima qilmasdan, aya cho'katella olib kelmayapti, yo shakar olib kelmayapti dadam desa, dadingiz puli jichak qochib turibdi-da hozir desa, sabr qilishga ular o'rgatish kerak ekanda. Aytgan degan qilib, o xalatenniki qiladigan bo'lsa, ertaga erdi sho'rita.